başladыңlar. Şunda yaxşıdaklar. Mana H5-degicha 2023 yillik programmamızning eng oxirgi sonlariga mana ulashib qoldik. Bir tarafda o'ylasak, bek xo'shalnarlik ishlar. Yana bir tarafda o'ylasak, ko'nglimiz yerim bo'ldi. Har vaqt mushu har yili mushunda vaqtlarda bir xil ko'nglim buzilib qoldi qaranglar, meniki o'zimning shaxsan. Chunki bir yoshdan qiyirib mangdiganmiz emasmi? Bu yillar kessi mangulik qaytib kelmaydi ekan. Bir yillik xulosasini bir yig'inchoqlash bek muhim ishga. Biz shunga oldingi yillardan tortib biz shu programmaning eng oxirgi sonlarimizga bek kuchayapmiz. Bir ahamiyatga ega bo'lsin, bir ma'noga ega bo'lsin deb shunda cho'ng bir arzu armonlar bilan eng yaxshi holatda bir qilaylik deb tirishib ketib boramiz. Shuning uchun bu yilmi yilninki oxirgi sonlarga biz shu ko'pchilikninki, tomoshabinlarninki kuchli talabiga asosan shundaqla o'zimmi uzun yillardan beri bir aloqalashib vaqtlar to'g'ri kelmay oxiri bugungi bir ulashgan shundaq bir katta bir odamimizni musanimizga taklif qilib chiqmoqchi bo'lyapman. Men shaxsan bek hayajon bir ilkida o odam kim u desam sizlar bilib olmaysizlar. Hamda izchil mushu diqqat qilib mushu programmamizga izchil inkos yozayotgan odamlar biladi. Asosiyatdan ko'p nisbatdagi inkoslar shu odam uchun, shu cho'lpunimiz uchun bo'lyapti. Masalan, chiqla palonchini chiqsanlarmamdi, pustanchini chiqsanlarmamdi deb har xil odamlarni bizga tavsiya qildi. Lekin shularning orasidami ko'p nisbatni egallaydigini bugun chiqmoqchi bo'lgan shu cho'lpunimiz shu. Shuningga mana sizlarning talabinglarni qondirmoqchi bo'lyapman. O'zimning şu kim o desem belki aktyorlar var, bize çıkıvatkan başka sadik çolpanlar var, nakşçılar var, usulçular var, bilip bulamayızlar. Ben şu iki mısra zahmeyle tanıştık bir nakşıdan bir eğitip verey, anandaki özanlar belirlenlerinde. Hey balalar, kilinleri tez, kilinleri tez, kilinleri tez. Dört boğuş bilip oldunlar değil mi? Kim o? Mana küçük talepti o. Neçə yıllardan beri talep ve təqdim degan müşida. Unda olsa biz kutgan, faxrlangan, biz suyungan şu cho'lponimiz sahnaga chiqish oldida hammalarning kuchli olqish sadolari shu san'atkorimiz uchun bo'lsin. Unda olsa sahnamizda davomliq biz suygan ustoz san'atkor Zoir Burxon efendi, marhamat. Balalar kelinleri tez, kelinleri tez, kelinleri tez. Onunlarda kalçilik at var mı, at var mı? Onunlarda kalçilik at var mı, at var mı? Keteysiler bilen oynarım. Yaxşı dostlar. Yaxşı aka, özünüz yaxşı dostlar. Aldığına sizge rahmet. Sizge rahmet aka. Muşu tomoshabinlardan qayta bir uçuruş fursatiga ega qilganingiz uchun. Hayatım ben sizlarniki cho'lpon keldi degan programma ekanligini ko'rgandan keyin xato kelib qoldimmi bu yerga deb o'ylab qoldim. Qanday deysiz? Chunki men o'zimni azaldan cho'lpon deb o'ylamayman. Uzluksiz mushu oddiy odam bo'lib yashashni uzluksiz orzu qilayotgan, oddiy odam bo'lib yashash uchun tirishayotgan bir oddiy odam. Muş yakındım biri, şu oddiy odam bo'lishning huzurini toza surayotgaydi. Xohlagan yerlarga berib, xohlagan oshxonalarga kirib, eng oddiy mashinalarni haydab, oddiy kiyim-kechaklarni kiyib, oddiy odamlar orasida holmon bo'lib, bu oddiyligim yana buzilib ketgan bo'ldimi, ama cho'lpon keldi. Ya aka, unda kamtarlik qiling, o'yinchilik qilmang kamtarlikni aka. Bani ba yo'qni yo'q deymiz-ku? Shundoq. Bu ba, bu salohiyat cho'qim ba. Bo'lish tegishlik. Shuning uchun mishada o'tiribsiz aka. Neden bu dünyada nait faxrlanadigan, suyunadigan bir ikki ishim bor. Birisi baxt izlab behuda avor bo'lmaslikni o'zimning eng zo'r baxti deb o'ylayman. İkincisi bu dunyoga boshqa narsa bo'lib qolmaymish, odam bo'lib kelganligimda o'zimning cheksiz boyligi deb o'ylayman. To'g'ri.
Mushu ikki ruhiy qanoat bo'lganligi uchun qanchalik oddiy yashag'idek bo'lsam, shunchalik oddiy yashashga tirishib kelyapman. Afsus, bugun Nurali inim meni Cho'lpon keldi degan bu isil programmaga taklif qildi. Buning uchun men Nuralijonga ham mening naqshlarimni, asarlarimni yaxshi ko'radigan tomoshabinlarimga rahmat aytaman. Rahmat aka. Rahmat aka. Rahmat. Shiqilib aka, mush programmada sizni ko'rib, mallam emas, nurg'un ko'rinmalaringiz hayajonlanyapti aka. Men ularning ishidagi faqat baxtli birisi deya olaman-da, eng yaqin holatda turib, sizlar mo'nishyaptimi, parangishyaptimi? Bu biz uchun bir cho'ng katta baxt, boylik hisoblanadi aka. Rahmat. Programma yo'l qo'yilib, ta hozirgi kaygacha nurg'un sonlarni ishlabdik. Nurg'un vaqtlarda inkas yozgan rayonlarda Zoir Burxoncho yo'qab ketdi-ku. Zoir Burxon cho'qim bir chiqishga tegishlikda musaniga cho'qim chiqaringlar deb yozgan do'stlarimiz bekchiq. Shuning uchun men izchil tirishib keldim. Izchil siz bilan shu aloqani uzmay keldim. Telefon nomeringizni topmoq bektasga hatto Zoir aka. Mening telefon nomerimni shu bir 10 dak adam bildi qo'ydi. Men 11-chi qoldim hozir. Tinchroq, xotirjam, jimjit. Men boshda his qildim. Yaxshi ko'raman. Ha. Bugun chiqib Raslam Juma programmaning kayfiyatini boshqa ko'tardingiz. Bizdanmi shundaqo? Kayfiyatimiz shunda yaxshi qoldi-ku. Uzun yillar bo'ldi biz shu ekranda ko'rgan. Amaliyotda faqat ko'radigan fursatmi bo'lmabdi-ki. Bugun mana o'z ko'zimiz bilan eng yaqin orada uchrashdik. Burungi vaqtlarda san'at kechilikda bu sizni ko'ngil bo'ldi aka. Hozir shu siz degandek o'zingizdan tortib jim holatda bir yashashni tanlabsiz. Lekin bumi bir rohat ish. Shundoq. Hisoblandi. Lekin qanday qilamisin eng oldi bilan bizning ko'rinmalarning orzu qildig'imiz sizning salomatligingiz aka. Salomat bo'lishingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Rahmat. Shuning bilan program oxirlashdi aka. Gap yaxshi oldu. Bu programma oddiy oxirlashdi. Aka charchab qo'ydim. Sizning naqshlaringizni bek seg'inib ketdik-ku biz hamda. Qanday qilsa xulo? 7-8 yilda ko'p qoldi, hech nima yozmadim. Naqsha asrini cho'rtli yozmadim. Ancha-muncha muzika yozib baqqandek qildim. Umi toza bo'lmay qoldi. Naqsha asar yozishimningki eng yaxshi vaqtlarim 90-yillardan 2000 yillargacha 10 yil hali naqsha asar yozib ekanman. Xeyl tirishqa vaqtlar ekanda aka. Tirishqa vaqtlar. 2000 yilga kelganda tuyuqsizmi shu sap muzikaga havas qilib qoldim. Muzika ilmi ikki turga bo'lindi ekan, cho'ng ikki turga. Birisi sap muzika, yana birisi programma muzikasi. Program muzikalarimiz naqsha asarlari, opera, naqsha usulli opera, drama asarlari shu program muzikasi ekan. Men 2000-yildan boshlab asosan naqsha yozmadim. Muzika yazdım. Ko'p muzikalarni yazdım. Siz ko'rsatdim. 2018-yilga kelganda mening salomatligim toz yaxshi bo'lmay qoldi. Ziyoda charchash sababidan sal doktorxonalar uyning orlig'idaroq yurib qoldim. O'tgan bir vaqtda do'yinda bir ko'rdim aka. Anadagi ko'rib baqmadim. Odatda do'yin o'ynamsiz? Do'yin ancha-muncha o'ynab qo'yman. Shun deganda shu meni yaxshi ko'radigan bir turkum odamlar borchu. Mushular meni to'g'ri izdirikimni qilib, yaqin aloqalarimga so'ringa chaqirsa ya kelmaysan deb xato tushunib olganlar bor. Shunlar shu do'yinga bir chiqiblar, o'zimdan doktorxonada ekanligimni ko'rsatib. Shundan keyin meni izdimisin, menmi yaxshi davolni olaydi. Do'yinga ba'zan doktorxonada yetayotgan yerlarimni chiqarib qo'ydim. Qasddan chiqadingizdan aka undasa. Shuning bilan menga telefon asosan kelmadi. Lekin hozir qandayroq aka? Hozir yaxshi bo'lib qoldim hali. Xeyli emasmi? Buningdagi yana davomli ko'ralamdik aka, shu ekrandagi holatlaringizni, yangi naqshlarni. Shu san'at suyar har millat tomoshabinlarga bir yaxshiroq asar yoza olsam, yozib taqdim qila olsam, shular bo'ladi ekanmi odam yana bir yaxshi narsa chiqadi ekan deb qolsa chiqib turaman. Endi bu lopayzadan bo'ldi ya, voy bu yana shu gapgan desa, asosan uyda oramlar. Voy, kutdimiz juma aka, yangi asarlarga taqazobiz. Zoirkam qarab nimani his qildinglar bu chiqqan vaqtga tunji ko'rgan ta'siratinglar qanday bo'ldi? O'zgarish bormi yo'qmi sizlarcha? Shu petimi? Shu peti ha? O'zgarish yo'q-a? Ko'zoynak taqab qoldim men. Ha, ko'zoynak ortiqcha. Bu sizning ortiqchiligingiz bo'pti aslida. Aka bu choyshmi tushmabdi ha? Kallamni yaqinda bir bek ishlatmagachga
Çaş pasonunu mu qat'iy o'zgartmabsiz aka, lekin sizga singib ketganda. Masalan, chechingizni qalta qilib etsangiz, zohiri burxan bo'lmay qolsiz-ku deyman. Aralıkta endi ma yaşıma bir yerga bardi uzun çaşlan qo'shilishi sal mo'ysipit yashay desam qisqartdim bu misol chashni. Shu niyat kelib. Ammo dik yo'lda uchrab qolgan tomoshabinlar ay bo'lmabdi. Yana uzun chechingizni ko'nib qolibdi ekanmiz. Mana ular siz boshqa bir odam bo'lib qoldi ekansiz. Nima mashinasiz qildim. Shuni ular yana qo'yib oldim endi uzun chashni. Bo'pti aka. Chash bo'lmasa, bunaqa amal qila olmaydi, endi bo'lgan ekan cho'qim qo'yish kerak-da. Bo'lsa belgicha qo'yib o'taman. Zohirka malika qattiqcho. Sizlarni hamda tunji ko'rishim bo'ldi-ku bugun. Necha yillardan beri hamda sizni ekranlarda ko'rib, qandado mijoziy amaliyotda eg'ir besiqmidi yoki qandado ochiq yomonmidi, har xil qiyoslar bo'ladi ekan. Lekin sizni choqchoqchi deb qat'iy o'ylamabdiman. Bunda ichilib o'tirdi deb qat'iy o'ylamabdiman. Shunda eg'ir besiq deb o'ylayapti ekanman. Mushu turmushni, hayotni uzab uchratgan har bir mavjudotni, daraxtlarni, tog'larni, odamlarni bak yaxshi ko'raman. Chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Menga yomon ko'z bilan qaraganlarni, menga yaxshi ko'zlar bilan qaraganlarni o'xshashli yaxshi ko'raman. Beka bo'lsam tog'larga chiqib ketaman, tog'larni aralayman, daraxtlarga qarayman, yupurmoqlarga qarayman, shumililarga qarayman, qushlarga qarayman. Nima degan go'zal dunyo bu. deb o'zligimdan hayotga nisbatan bir xil muhabbat kuchayib anchami chaqchaqchimi bo'lib qoldim. Xo'shalliqni niyatsin aka shundami? Hamda shaxsan o'zim hozirgi hissiyotim qanday bo'yotdi desanglar, naqshingizni onlig'im ketib bordi qarang. Men endi bir gitar bilan o'zim gitarni yaxshi chalolmayman endi. Shunda bo'lsa gitarnimda bir nim qilib ey bolalar degan. Ey bolalar degan naqshini 94-yili yazdım. Evvel şiirini yazdım, ondan keyin muzikasini yazdım. Ondan keyin bu naqshini bir 4-5 qatim televiziya stansiyasiga aparsam yomon bek şok emaskan bu naqsha deb televizorga berolmay 5-qatimda andin. Ama shu naqshima bo'ldi ekan deb. Boshda unumagandam. Yomon tez chiqqan naqsh o'tirdi. Shu naqshini bir gitarla yenik o'rlab. Ma'qul. Ey balalar, kelinlar tiz, kelinlar tiz, kelinlar tiz. Kolunlarda tal çivi, at var mı, at var mı? Men keteyim. Sizler bilen oynagali. Men ketey sizler bilen oynagali. Bu alemnin tatlığı, şatlığı sizler bilen. Hayatlıqның səbiligi, paklығы sizlər bilir. Hayatlıqның səbiligi, paklығы sizlər bilir. Mən ketey sizlər bilən oynagali. Men ketey sizler bilen oynagali. Ey balalar, akanlarının hiyali tola, armani tola. Çoğun boldi işim tola. Bek güzel şimotolar.
men qalay sizlarga ko'p havas qilay men qalay sizlarga ko'p havas qilay balalıqqa qaytqun bar qaytqun bar qaytqun bar qaytalmayman mening qancha amalim bar amalim bar men qalay sizlarga ko'p havas qilay men qalay sizlarga ko'p havas qilay Bunda Feyzi aka, ovozing texmi yaxshi o'kisibdi juma. Voy, shundan o'ngni oldim lekin. Bu tekism bek yaxshi bu naqshiniki. Shuning uchun hozirgacha unutilmay kelayotgan naqshlarimizdan, tabarruk bo'layotgan naqshlarimizdan birisi hisoblanadi-da. Boshqa naqshim bormi yana? 83-yilda Aqsu san'at maktabida bilimni shu yerda oldim. Shu san'at maktabga o'tishdan burun bir 2 yil sirtdan o'qidim. Bu chog'da yomon kichik vaqtlarim. Menga dars bergan Wang Sholyang deydigan bir muallimim bor, skripka muallim. O'sha yerdan 2 yil tarbiyalagandan keyin o'sha bolani oldi, bu bola bek talantli bola ekan deb yurib, san'at maktabga olgan. Olgan yili skripka mashq qilamiz, kechlari yo'q deganlari. Jibingong deymiz bizda. Shu mashq qilib kallamga bir ajoyib bir go'zal melodiya kelib qoldi. Skripkadan bir ilhom muzikasi qildim. Notasini yozib oldim. Ondan keyin buni skripka bilan chep berdim, saboqlashtirdim. Bu gap bilan naqsh ekan. Buni bir she'r yozgan bo'lsak, bir naqsh qilsak deyki, bilan muzika bo'libdi, naqsh qilaylik. Shuni bulutlar orasidan deb bir naqshni ijod qildim. Bu naqsha hamda o'z vaqtida men ham qo'shni maktabda ancha-muncha mehmondorchilik chiqib so'rinda o'qib yurdim. Bu naqsha mana hozir qadar tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga erishib kelayotgan naqsha. Aytib berayman. Lay 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 la la lay la 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 bulutlar arasıdır Ay çıkıp gölgende bulutlar arasıdır Ay çıkıp gölgende kalbimin yığlaydı Yar yadım yetkende Kalbimin yığlaydı Yar yadı yetkende Lay 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 Kalbimin yığlaydı Yar yadım yetkende Siz etsiniz yana boshqacha bir xil melodiya, boshqacha bir xil puroq, boshqacha bir xil huzur bo'ldi ekan Juma aka. Mening bunda bir qarashim bor. Ha. Bu mening shaxsan qarashim. Ko'pincha o'quvchilarimga deyman, ammo san'atda bir tarbiyalashlarni aytib qolgan o'quvchilar. Sizlar naqsha aytmanglar, naqsha sizlarni aytsin deyman. Bunda deyishimdek sabab bu yuraginglar bilan aytinglar naqshni. Shunda aytsanglar qarshi tarafning yuragini larizga solalasizlar. Sizlar muzika yozmanglar, muzika sizlarni yozsin. Men shuning uchun tirishayotganman. Naqsha aytish
bir mesele nakşini bilip, düşünüp eğitiş başka bir mesele iken ben uzun yıllık sanat hayatımda şu tecrübeni his kıldım. Rahmet Zahirka, rahmet. Çıkıplan biri ışık sebet yok. Görmeligi vakalta yana bir qatam rahmetimni bildirman aka. Biz anlab cho'ng'igan shu naqshlar har vaqt yodimizda aka. Hatto tekstlardan tortib melodiyalargacha biz aytib beka qalsa g'ing'ish boshda ko'na ketgan, biz yaxshi ko'rgan, biz so'ygan naqshlarda bu. Ashlarning kelib chiqish manbasi qanday aka? Masalan, ashu ey balalar degan naqsha qanday olib yozilib qolgan naqsha? Balalık vaqtlarimizda qachonmi bir cho'ng bo'laman deb tipirlab ketganimizda, cho'ng bo'lgandikan, appa bu cho'ng bo'lsinmi sal Bo'lmamda. Ben bu şu 91-yili xotiramga bir kuplet she'r yozib qo'yib ekanman. Shu balalık haqida çok. Bir kun o'tirib shu xotirlarimni varaqlab qarsam, mundaq bir she'r var ki. Tal chiviqni ot qilib sho'q yugurgan, balalarga havas qilsa bovaylar, oq saqili maydisiga tugilgan, bovaylarga havas qilar balalar. Bu cho'nglar balalarga havas qildi ekan, balalar cho'nglarga havas qildi ekanda. Şunu olan şu yaşım 25'lerden aşkan diken, çoğun buluşma anki bek rahat işma. Nurgun cefalar bulduken, okuydukenmiz, işleydikenmiz, aile kurdukenmiz, balalarımız bulduken, bulanın gemi bilen çıkıp tügümeydiken. Şu roy cihatte çarşaf atkan çağlarımda karsam bir yeslinin aldıdan ötüp kaldım ben. Şu qarsam ay budruq sonda omaq balalar yügrep qiqasından chiqib atadi yaslining ichida. Uyu, men bu bir chaqdim shunda bir yaldim chiqatdim yügrep. Nima degan omaq balalar, nima degan g'amsiz mushularning oldiq ota-onalar tayyor. Keladi, uyga opirib tamoqlar tayyor, nima degan g'amsiz. Ajab, qaytib qolsam shu yasliga kirib ketsam bo'pti ekan. Ben she'rni yozdim shu yerda turib, balalar. Ey balalar kelinglar tez, qo'linglarda talchiviqdan ot bormi? Men ketay sizlar bilan o'ynab. Shuning bilan bu xiyolimda bu balalar bilan yanimga keladi. Uni so'raydi, buni so'raydi. Bu dunyoning mushundoq go'zalligi, pokligi, sabiyligi sizlar bilan. Afsus, men cho'ng bo'ldim. Bek ishimmi to'la, tushimmi to'la. Men sizlarga havas qilib qolib qolar. Baribir balalar qaytolmagandikan. deb o'ylab kallamda bir qurashtirib, buning muzikasini yozib belqidek 5-qitim bag'anda o'tib. Boshda sho'qamasga deb turadi. Sho'qamasga, bu sho'q naqshlar yo'qmi deb 5-qitim borsam, mushun naqshim bo'ladi ekan, alın deb shuni. Bu qoldi ekan. Bu naqshni o'qib sahnadan tushgandan yan sahnaga ustoz san'atkorimiz, drama artistimiz April Samat Hadar meni quchoqlab yig'lab ketdi. Bolam, ajab güzel bir naqshni aytdingiz. Mening bolalik qaytqim kelib ketdi deb yig'lab ketdi. Mushunda bir ustoz san'atkorimizga yarag'an naqsh bo'lgandan keyin cho'qim xalqim yarag'adak deb o'yladim. Keyin degandek to'g'ri. Chunki hammamizning bolalik qaytqisi bor-da. Demek aka siz yazgan nurg'un naqshlar hozirgacha ta'sir kuchi bek cho'ng bo'lib keldi-ku. Siz o'zingiz yozsiz, o'zingiz aytasiz, hamma narsalarni o'zingiz qilasiz. Boshqalarning naqshlarini aytganingizdan ko'rpaqmidan men. Hammasi o'zingizga xoslam, bir xil uslubda menyapti-da. Shu vaqtlarda qurboniyatmi, ro'ziyatmi bir kechilikka bergan vaqtda onangni qadrla deb bir naqshlar bordi. Oshku naqshlardi. Do'stlar samiga degan. Biz degan doğrab aytib ketdik. Zoir Burxondek chosh qo'yman deb, choshni uzun qo'yman deb yuriydik kichik vaqtimizda. Uydagilar uzun chosh qo'ysang ma'lumot tillaydi deb kestirib aytdi, shopping qilib. Shunda bir qizg'inlik ko'tarilgan aka. Shu vaqtlardan tortib mana hozirgacha bu hargiz suzishib qolmadi. Yurakimizdagi o o't, o qizg'inlik, o hurmat hargiz ojizlashmadi. Balkim mush programmadan keyin texmi yishishi mumkin, yuqori pallaga qarab menishi mumkin. Shuning uchun siz to'g'riliq hamda burun Zoir Burxon akamiz deb tushungan bo'lsak, hamda turmush jihatdan bizning o'sib yetilgan shu balliq jihatlardan bir inchik tushunib baqayli deb o'ylab qoldim aka. Shu qaysi maktablarni bitlagan? 1999-yili Şinjan televiziyasida Zoir Burxon naqsh ijodiyatchiligi o'tkazgan edi. Shu chog'da bizning atog'liq riyosatchimiz Munira G'offur mendan mush savolni so'ragan. Siz nerda tug'ilgan, qaysi yurtliq degan. Men shu chog'da hamda meni narikdasiz bo'ladi.
O'stanlik demsiz, Qashqarlik demsiz, Aqsulik demsiz, ya Turpan, Qumul, G'o'lja, Altay, Cho'chak. Nima desangiz bo'ladi? Men deb o'tkazib o'tgan. Bugun bu ham shundoq degim bor. Lekin ya'ni konkretmi deb qo'yg'im bor. Men nerda tug'ildim, nerda cho'ng bo'ldim, kimning bolasi, onam kim, dadam kim deganda. Men Bemir balalar doktorxonasida tug'ilgan. Urumchida. Andın hozir Meydunchuy deydi, burun Michivan deydi. Shu yerning Boyanxoniki, yana qozoqcha Terakdi deydi u yerda. Andın Lobago degan qozoq kentida cho'ng bo'lgan. Başlangıçını şu Kazak kentinde okugan, keyin bizning aile hamda xizmat munosabati bilan Ko'rliga ko'chdi. Ondan keyin Aqsuga ko'chdi. Mushu jarayonlarda mening keyingi hayotlarim mushu aziz yurtlarda o'tdi. Dadam Ko'rli oblastlik 1-o'rta maktabining o'quvchisi Burxon Nasiri, uchoqda Burxon Nasirov deb ataydi ekan to'qqanda. Keyin san'atiyatga talantli bo'lganligi uchun shu oblastlik san'at o'migiga kasbiy kompozitorlik, yozuvchilikqa taklif qilingan. Mening onam Qashqardan, Qashqar tibbiy maktabni bitirib, Ko'rli oblastlik 1-doktorxonaga doktor bo'lib, shu yerda ishlab ekan. Mening onam doktor bo'ldi. Dadam bilan onam shu yerda tanishib, turmush qurib ekan. Mening hadam, akam Ko'rli tug'ilgan. Siz 3 bola ekansizlar-da? Biz Qilijaq. Siz eng cho'ngi yoki eng kichik? Men 3-chisi. Men o'ylabdim, cho'nglar cho'qim san'at sohasida deb o'ylabdi ekanman. Otam deymiz, atilishda to'liq atilishi ota deymiz. Otam shu kompozitor ekan. Ham skripka chalar ekan. 7 yosh vaqtim kirganda mening otam skripka o'rgangan. Skripka chalishni otamdan dastlab o'rgandim. Kichigingizdan boshlabmi? Ondan keyin hurmatli ustozim Monsho'ya muallim. Abdumrayevlik Küyseyat, yani Ayyoyotanın Tancan, Jungo'daki dağlık skripçilarının birisi. Aşı muallimden skripçilisine, Avrupa kompozitorlarının eserlerinden tanışışına, müzik nazariyesine, notunu aşıdan da ügetti. 10 yılga yakın aşıdan da ügetti. Sistemli qalat terbiyelengen degen gapda. Unda olsa qancha yildan boshlab rasmiy ishga chiqib, yangi asar 86-yili o'qish bitirdim. Uchoqda hukumat bir tutosh xizmat taqsim qiladi. Aqsu viloyatlik san'at umigida skripka chalg'uvchisi bo'lib ishlaydim. Ondan keyin mening maktab mudirim, keyin Aqsu viloyatlik madaniyat boshqarmasining boshqarma boshlig'i bo'lgan, xo'jag'i bo'lgan. Li Jongan degan bir adam bir kun ishxonasiga chaqirib, "Zoyersa muzika yoza olamsan?" deb qoldi. Yezbaqni men yezbaq haydayapman. To'xta, men sana bir narsa topshiray. Bir yezbaq deb qoldi. Yezib olib berdim. Shuningla bu odam yarab qoldim. Yarab oldi ekan, bu odam o'zi usulchilikdan kelib chiqqan odam bo'lsa, opera yezib ekan bu odam, usullik opera. Issiqqon degan, Kuchada o'tgan Linjolo degan bir odamningki ish izlari, tarixi tasvirlangan bir opera ekan. Sen mush operaning muzikasini. Ya, uchoq men yomon kichikda, qonda gapib ketdi. Nurg'ullar qarshi chiqdi. Voy, bir kichkina bolaga bir operani topshirib qo'yib, bu degan gap bo'ldi. Lekin muvaffaqiyat yezib chiqdim, operani o'zim dirijorlik qildim. San'at maktab 1-2 o'makdaydi, bir qirg'anlik orkestrida chiqib berdi. Shuningda muzik ijodiga kirishib qoldim. Undan keyin dramalarning muzikasini yozdim, sunliq operalar muzikasini yozdim. Boshlam shu bo'lib qoldi yoshning. Shundaqa, shu Li Jongan degan hurmatli rahbarga rahmat aytaman, u odam tugab ketdi. Tunji ijodiyatchi akamsa. Tunji ijodiyatim bayoq bulutlar orasida. Oshunaqshundan sizning ijodiyatingizlikni faqat uqmay ekanman. Xalqning hissi deb bildi ekanman men. Shu nurg'ulli odam gumonlandi, cho'qim xalqning bir narsasini o'zining qilib oldi bu deb. Men orliqda bu naqsha bek taqab ketgan ekan, buni men yozdim demadim kishilarga. Men o'zimning uningsizmi nurg'un muzikalarni yoza oladiganligimni ifodalab bo'lgan ekan kishilarga. Kishilarni mening muzika yozdiganligimga ishondirgan ekan. Ondan naqsha mening asarim deb e'lon qildim buni. Ko'p yerlar dedim, jurnallarga maqol qilib yozdim. Men faqat o'ylamabdi ekanman Juma aka. Unda bo'lsa aka, programmaniki muqim so'riladigan 8 savoli bor-ku. Ash savolga o'ta ketamdi. Bo'ldi. Birinchisi, siz bu yil qancha yoshni
Demediniz tahi. Muşu yaş to'g'risida Ha. cho'qim so'raydi. Men 18 yoshda javob beray deb o'ylagan. Chunki odamning psixiki yashi bilan bu yil yashi o'xshamaydi. Kunlarni oylarga bo'lish, oylarni yillarga bo'lish odamlar o'zlari keltirib chiqargan bir sistema endi bu. Amaliyotda odam tug'ilib o'lguncha bir yosh kiradi. Sonra ben 18 yaş kırdım bu işte. Deptemeysiz aka. Fakat deptememsiz? Devletim ama. Devletin aka bir bilip kalaylı. Ya deme. Bir ekmeği top kalsın aka. Depesin mi? Emmeylem davası aka. Az sallık köp sallık boysundu cuma. Neçe yaş kırgandım ben. Bir sırayı karab. 45. 50 yaş. 55. Biraz doğru taptı mı? Asasen doğru taptı. Olsa sen? 50'nin topiste. 52 degen doğru mu hamsa? Aş doğru deklandı değil mi? Yakı batı da aşı yapma. ...69. yılı doğulgan. 54'ge, 55'ge bağlamapsız tahi. 69. yılı 10. ayının 1. günü. Hem de kimlikim bilen hakik doğulganı okşamaydı açıkçası. Hazır kaysın depadınız? Hakikisini. Salamet bulun aka. Kenan salamet bulsun. Onda olsa keyingisi öteyvereyman. Şinjandagi tonilgan naqshlar ichida kimni eng yaxshi ko'rsiz buni tanlash qilib chiqarib qo'ydi qarang aka. Ikki ismdaymi cho'qim birisini tanlaysiz. Birinchisi Mahmud Sulayman, Abdulla Abdurim. İkisini yaxshi ko'rsa babam. Yo'q bo'lmaydi, birisini tanlaysiz. Cho'qim. Programmamiz İkisini yaman hürmetleyme hem yaman yaxshi. lekin vaqtliq tanlab turing aka Bu endi. ikisi naiti münevver isim sanatkarlarımız bizler. Onda olsa Abdullah hayat olgandaki Abdullah'ın tanlayın. Abdullah mı naiti isim nakşı. Bunun biri özünün has usulunu yaratkan hem nurgulluğun yaş nakşçılara tesir gösterken ustaz sanatkarımızın To'g'ri. biri. Abdullah hakikaten yaxshi naqshchi. Nasıl keyingisi aka? Tugma deydi ha. Tosh Muhammad Batur, Ablat Ablikim. Tosh Muhammad Batur haqiqiy yaxshi naqshchi. Ablat Ablikim mo yaxshi kompozitor. Birini tanlayman bu. Birini ha. Ben bilgende qilmayman lekin kim tanlashingiz diye. Tosh Muhammad Batur naiti yaxshi naqshchi. Ablat Ablikim naiti yaxshi kompozitor. Ma'qul. Keyingisi Rashida Davud, Sanubar Tursun. Sanubar Tursun naiti yaxshi naqshchi. Rashid Davud mo ham intayin yaxshi naqshchi. Bir avlod yoshlarga ta'sir ko'rsatgan naiti mana naqshchi. Bir şeyler bir xilya buna. İkisi yaxshi, ikki yaxshini bir yerga kelib qo'yibdi. Sen mi daqtir farq? Nasıl Rashida Davud, Nurali Hasan. Va endi bir yerga kelib qo'ymadi baka tanlagan, qo'rqmay tanlagan. Bir anglab baqayman. Albatta Rashid Davud tanlaymanda naqshini gapi qo'yib berdi. Qilmaylar bo'ldi. En yaxshi riyosatchi desa o'chaqsini tanlashim mumkin. Yo'q, naqshi men ijod etishtirgan shug'ullaman juma. Shundaymi? Men endi sen zamonning oxirida qolib qoldim. Yo'q, bek oldi ekansiz shug'ullanasiz. Onda bo'lsa keyingisi aka. Farida Mahmud, Nurnisa Abbas. Farida Mahmud degan burundan yaxshi edi, hozirmi yaxshi qo'y Farida Mahmud. Öyle uzun mezgil özünün o'rnini saqlab kelayotgan munavvar naqshimizning birisi. Farida Mahmud. Hem Nurnisa azroq vaqt bor hamda Farida Mahmuddek uzun davomlashtirsa, olsa, meningcha Nurnisa Abbasning nihoyat yaxshi naqshlarimizdan birisi. Bak aql ishilib ketadi-da, Zoir kama. O'tib oldi ham o'tkeldin ha? Tugidi aka. Onda olsa keyingisi sizdan naqshi aytishdan boshqa jihatdan alaydigingiz bormi? Asli mush naqshi muzikaga bak qiziqib ketmaydim men. Cho'q. Men dadam skrip o'rganmadan o'zimni besib qolib degashga, men asli mush arxeologiyaga yomon qiziqatdim. Qadimiy bir yerda yulduzlarga qarashni, mush osmondagi mush nima bor parıldab turganning ishida deydigan astronomiya deymizmi? Tadqiqot ishtirilgan. Mushu ilmga yomon qiziqatdim-da, ammo afsus mushu umrimda shu fanda o'qiy olmay qoldim.
Ha. Men arxeologiya bilan men asosan osmon bilan bu yangi tigilik narsaga bak qiziqaman. Chiqib boyliqqa ulashqa amroq degan gapda. Ya yomon sirliq bilindi-ku menga. Ha. Bu osmon qarasam nima degan jiq yo'riq yulduzlar bu. Voy bu. Ammo birli yulduz bekarak yo'riq ko'rindi ekan. Cho'lpa yulduz. Cho'lpan degan birsida bo'ldi ekan. Ha. Keyin o'qishimcha Mars shu o'xshaydi, shu pek paqrab. Men mana shunday his qilaman. Marsdan biz yaqinroq ekanmiz. Ha. Mushunda narsalarga bak qiziqman. Sirliq. Unda sirliq bir savollardan bir nechini so'rab Bo'ldi. hayotingizda eng o'kinadigan ishingiz qaysi? Pushaymon qildigan, Pushaymon qildim. oh urdigan. Shu arxeologiya bilan shu osmon yulduzlarda qilgan fanni o'qiyanmaganligim. Shu eng o'kinadigan ishingiz shu. Undan boshqa ishlar yo'qmi? Boshqa ishlar yo'q. Unda bo'lsa shu keyingisi esingizdan chiqmaydigan shu o'yin qo'yish jarayonida yuz bergan bir qiziqarli ishni deb bering. Tunji qitim sahnaga chiqishimni deb berayim. Bizning idora boshlig'i o'chaqda Aqsu viloyatlik Tarım Naqshi usul o'migida skripka chalg'uvchisi. Bir kuni meni chaqirib bizning boshliq Zoir balam senda bir nomer o'rlab boqamsa skripkachilar. Hozir mush yoshlar hammasi jo'shqin sahnalarda naqshlarni aytib, jazgu deydigan bir narsalar chatmadi. Shunda bir moda iqimlar paydo bo'ldi. Sen skripka bilan bir yolg'iz kishilik skripka muzikasi chalsang, jazgu, bes gitarlar sang tankash qilib bersa, bir yangi bir sulub bo'larmidi deb qoldi. Ma'qul dedim, men kecha tayyorlik qildim. Bir necha kun qattiq tayyorlik qilib, o'zimning shu maktab o'rgangan narsa. Shuni bilan biz o'yin qo'ymoqchi bo'lib, navbat men keldim men sahnaga. Sahnaga chiqib skripkani shunda qo'limga ilishimga qo'rqib ketib, tushib ketdi skripka. O skripkani o'g'chima hammadan mundali chiqsam oldimda bir hamma odam turibdi. Shuni bilan skripkani qo'limga ilib, qattiq chalolmadim, kallam qop qo'rq. Shuni yenib kirib ketib, tanlandim. Meni qattiq saniga chiqamagan bo'lsa, chiqamagan. O'sha endi qiziqarli bir ish. Ondan keyin asosan chiqmadim, muzika buni qildim. Naqshilni yozishga boshlagandan keyin uni qishiga berib o'qib boqamsam, bir naqsham bor deyman. Ha, bo'ldi o'qiydi deydi. Ya bir cho'nqu qilmaydi, cho'nqu ochadi. Uni qishiga berib mana naqshamni o'qib boqamlar ya deb cho'nroq bir donliq naqshchilarimiz bor. Deyman, "Voy, bo'ldi bo'lam, ajab bilan naqsh ekan" deydi, yo'qolib ketdi. Shuni o'zimni o'qaya bu naqshni. O'zim naqsh o'qiydigan bo'lib qoldi. O'zingiz boshda lent chiqarib tarqatganmi yoki boshlam sahnaga chiqqan? Boshda bir deychi odam bordi. O'chaqda magnetlik lenta uyingday deydi. Mush sizning deyingizni chiqaray, 10 ming koy pul beray, sizning deyingizni chiqaray. Ijodiyatchi ekansiz. O'zingizning ijodiyatingizni o'zingiz o'qi. Debdi 10 ming koy biramsiz, rost biramsiz 10 ming koy berman. Oldin berma 10 ming koyni deb. Pulda u menga. 92-yilda gap bu. Ammo bir shartim bor dedi qadam. Nima shartlar borsa, shu hozir zaharlik chekimlik avjib ketdi. Tuman, zaharlik chekimlik qarshi bir naqsh yezdirsa. Buni biz yoshlar ibrat bo'lish uchun lentining nomini tuman deb qo'yamiz. Ondan keyin zaharlik chekimliklarni yilon choyonga o'qishtirib, menda tashviqotimiz ishlab, shunda chiqiramiz buni. Debdi shuni bilan men uni bir hafta juzlab o'tirib yozdim. Asosan 10 ming ko'n shu naqshga berib ekan o'da. Shuni bilan bu birinchi lenta tuman degan lenta nashr qilindi. Şinjan Ünsün nashriyotlarida bu. Shuni bilan qarsam, jiq odamlar ajab bila o'qibsiz naqshini, u bu dedi, naqshi paga o'xshaymi shuni qargan. Naqshi o'qish, muzika izish boshlanib ketdi. Naqsh o'qib qoldim. Asli skript kichdim-da men. Rahmat aka. Şu vaqtlarda aka bir lentaga shu 7-8 naqshi deyman. 10 naqshi mı? 10 naqsh etdi. 10 naqshning hammani biroq ijodiyat qilib bo'lib ishlab bo'lib, andan keyin biroq taqatgan gapda bu hisobda saqlab. Shuning ichida ota va ona degan bir naqshi bor. Keyin uni singlim bilan televizorda o'qidi. Shu naqshi jiqroq moda bo'ldi. Do'stlarga so'zchi. Do'stlar Samiga. Shu lentadagi naqshda. Tunji lentangiz shu. Uni deyaktaydiki bir doyanada shu yaqinda MTV deydigan bir narsa moda bo'lib ketdi. Shu MTV qilib ishlaymiz dedi. Bu MTV deganning nima ekanligini men bilmayman. Strolog ko'rikda aytdik-ku, shu bir sili bordi. Shidachi o'ma?
Shidachova. Ha, Shidachova. Shu yerda oldi bu. Tam kirishtirib mana buni. Voy, men mal deb qoldingiz. Rahmat aka. Unda bo'lsa keyingisi. Siz mush fursatda yosh naqshchilar deb qo'yib qoldiringiz bormi? Yosh naqshchilar deydigan bir yurak so'zimmi bor. Yangida yetishib chiqayotgan barliq yosh san'atkor, naqshchi inilarimni ularning muvaffaqiyatlarini qizg'in tabriklayman. Ular nihoyat munavvar san'atkorlar bo'lib, bir qo'shin bo'lib yetishib chiqyotdi. Anlab turman, shunda isil naqshlarni yezyotdi, aytyotdi. Ular deydiganim san'at bir fan. Naqshi muzika shu san'atdan iborat bir fanning tarmog'i. Buning ichida nurg'un usulub sistemalashgan shakllar bor. Bo'libmi biz endi hozir naqshchi bolalar haqida inilarimga deydiganim asas tiyim bo'lganligi uchun hammamiz shu tarqilishchan naqshlar, ommabop naqshlar deb tushunamiz. Amaliyotda bu bir ilm bo'lish, fan bo'lish sifati bilan shu ommabop naqshlarmi nurg'un turlarga bo'lindi. Masalan, pop deb ataymiz, jazz deb ataymiz, rap, reggae, rock, blues deydigan nurg'un turlarga bo'lindi. Ham har bir turning yodi, gruppasi o'xshamaydi, muzika gruppasi o'xshamaydi. Har bir turningki sistemalashgan nazariy asosi bo'lgan, muntazam shakllanib bo'lgan bir nazariya asosi bor. Buni yaxshi o'rganishini, bizningki shu san'atimizni, Xinjiangdagi har millat xalqining san'atini dunyoga yuzlandirish uchun sistemani o'rganishimiz kerak. Buning nazariyasini cho'qim o'rganishimiz kerak. Ondan shu uslublar bilan biz shu shakllar bilan o'zimizning shu milliy san'atini shunaqa qo'shgan asosda yangi bir uslub yaratib taqatsak yuzlanishi mumkin. Demakchi bo'lganim, yaxshi o'rganinglar, bilinglar qilayotgan ishinglarni. Bir diyorchani akaplar naqshini vaqirablar, men naqshchi oldim, san'atchi oldim desanglar, ahmoqonlik qilib qoladi. Jiq o'rganinglar. Bu yomon murakkab fan, cho'qim yaxshi o'rganishinglar kerak. Ammo sizlar nihoyat munavvar naqshchilar, munavvar kompozitorlar, sizlarga hurmat bildiraman. Texmo o'rganishinglarga tilakdoshman. Rahmat aka. Rahmat aka. Undan keyingisi siz hozirgi shu tor dunyosidagi vanxonlar qanday qaraysiz? Bu vanxon deb bir hukm paydo bo'lib qoldi hamda buni sin taratqularida ko'proq chiqqan, yangi uslub bilan o'tirga chiqqan odamlar deydiganmiz-ku, shundami? Bular hech qanday qaramayman. Shunda bir ishgan bu deb tushundim-ku. Hech qanday fikringizmi yo'q? Yo'q, fikrim yo'q. Qanday chiqishga suda chiqaversin ulardan. Qadar o'zining ishi. Salohiyatimi yo'q mening unda deydigan. Sizlar nima qilgan qilaveringlar. Eng yaxshisi bak chekdan eshib ketib qolamiz. Har narsaning cheki bor emasmi? Rahmat aka. Unda bo'lsa oxirgisi shu naq maydonda aka abayim skripkaning gapi bak chiqib qoldi emasmi? Naq maydon skripka anglab baqsaq bo'ladimi? Men shu skripkani çalmaqlı 20 necha yil ketib ekan. Shundoq bo'lsa-mu, skripka chala oladiganligimni bir isbotlab uchun bir tortib baqay ha. Naq maydonda faqat ko'rib baqmabdi ekan aka, bir ko'raylik-chi. 20 necha yil oldi qo'limga olmadim. Nima uchun olmadingiz desangiz, men bak o'rganib ketganman, bak jabat olib ketganman. Ma'lumim meni shu 7-8 soat to'g'izib ketdi. Oftobda. Avval jibingung deydigan bir nimasi bor, buning mayani qandoq qisish, qandoq turish, mashindaq to'g'izib ketdi. Mana o'tiq ishlatmaymiz, menda tursan deydi. Andiki ma arliq mundaq kelish kerak, mirani munda etishing kerak. Turib andiki ma kamalchin surkashni Kamal sürkeştirdim tatlı güdette de bunu. Şimdi hadi. Bu bek ters çalgı ağaçta. Vay ya çamayço. Yapma çeptim jigimden çeptim ha bunu. Yapma nakşe yetiştiğini ibaret sen asarak bir yolu kırılıp. Mantıklı. Bugün bir anlayılayakandı, bir eseyli.
kechirik çalsam bular çalalaydiganım eni. Aka qanday muzikani anglasiz chala olamsiz? Yo'q, buning notasi bor, mashq notlari bor-ku, bu 6-7 kitob, shunda tomliqli kitob bor. Buni hammani tushib tugitishimiz kerak. Homan, Kreisler, deydigan o'shandagi Wagner, Bach, Schubert, Beethoven, Tchaikovsky qatorliq Avropaning müştahlik kompozitorlarining asarlaridan ariya elingan nurg'un kitoblari bor. Buni chaladi. Murakkablik darajasi intan yuqori. Uni bir anglaplan bir muzikani chala olmamsiz aka? Yo'q, uning cho'qim notasi bo'lishi kerak. Mening bir alayidligim shu maktabda bayqalgan, men har qanday naqshida anglasamla bir tarafdan anglab, bir tarafdan notasini yoza olayman. Muallimning deyishicha, bu tug'ma bir tabiiy muzikani his qilish qobiliyating bor ekan. Mana shu dunyoviy baksizlik notasi deymiz, oddiy notalar deymiz. Nota o'rgangandan keyin anglagan narsalarni notaga yozib olib, tug'ma talant. Shu tug'ma o'xshaydi menda. Rahmat aka. Unda olsa Zoir aka, rahmat. Men hisobda sizdan shu muqim 8 savolni so'rab bo'ldim. O'zimniki bilgim bor. Sizdan shu balliq vaqtlaringiz to'g'riliq, ota-onalaringiz to'g'riliq bilmoqchi bo'lgan savollarimni hammasini so'rab tugatib bo'ldim. Cho'lpan keldi. Babası sendime Baba var mı bu alemde Babası sendime mi Baba var mı bu alemde Baba izlep çıka çeksen Ecrim kaldı o yerde Baba izlep çıka çeksen Ecrim kaldı o yerde Bağrı taş koparsız yar Ecep kıldın beni veyran Bağrı taş koparsız yar Ecep kıldın beni veyran Yüreğim toldu sevge Akidenge kılıp heyran Yüreğim toldu sevge Akidenge kılıp heyran
gözüm yaşta Günüm şundak öter her can Yürek dertli gözüm yaşta Acep bilmeptimen yayri Akiden yokken başta Acep bilmeptimen yayri Akiden yokken başta Bu bir muhabbet nakısı. Çocuklarda hem de ben uçan muhabbetini düşünmeyim. Kız oğullar muhabbetini düşünmeyim. Ama bizim şu yukarı sınıftaki ballar, bizim 2 yıl burun kelgen konu ballar şu muhabbet hakkında paranlaşatdı, kız yigitler. Ның xetini toşup yarattık da hem de. Bana kız oğlu Afrika'da dep. Şu çağıldı ben boşladım. Vapasız, meni vapasız dep yazıptı. Bu vapa var mı bu alemde? Ularning degan alimi şu kız yigitlar oturtki muhabbetken de hem de. Onun bilan ma'mı vapasızlık kılmazsa, ma bunu vapasızlık kılmazsa, men vapasızlık kılmay nemi kılay degandek şunda bir paranlar bolatdı. Şunun bilan men şu ballarning degan gaplarning o'zini la. Yüzüp de koyga yerim. Yazıp, sen bir savakdışım okuparsam, o cep bile yazıp, bunu müzik yazmamsa. Bir de aldım, bunu müzik yazıp, bunu nakış kılıp aldı. Keyin şu hoşun mekteplerge çakırganda okusam, nayt alkışka erişip ketdi. Omak şumken mağı dep meni. Cep bilen bakımda Demem Köpünçe kızlar bekerek anlaydı. Mekine, okupiraylık nakşı anladı. Bunda nakşı okumasam bazıları yığılaydı, bazıları uhtadı. Bu neymiş kunda olğan? Oylaydım ben. Hem de bilsem şu, ya babın ağırlıp ketken, ya şunda bir boğan İşte bir ehvallah var. açılarımızken şu. Bu nakşamını hazırlıkça talık nakşısıdek takılıp, yaşlar yaxşı görüp e'tibatıdı. Ama mening yazgınımni bildiğanlar az. Aştaki yeni bir aşta sırlar bağımı o zahirka. 2000 yıldan başlap sap muzika yazış kızıqıp kaldım dedim. 2000 yıldan başlap ta ki 2018 yılı kelgiçe burun yazgan operalar yazgan muzikalarını özgertip 12 simfoniya kılıp yazdım. Yani 12 simfoniya yazıp koydum. Bunun en kıskısı 15 minut tügeydi. En uzunu yarım saat toktuman şahsa. Bunun notalarının hemmini besip çıkarıp, kitap çıkarıp tayarlap koydum. Onu yaka abay siz dediniz go. Skripka dep ben bir ispatlı ötey dediniz. Şundaq. Anım yazdım dediniz bir ispat bağıma karşı. Ispat bulmuşsa, o ayıtlatıp demişsin. Çünkü hem de simfoniya degen yaman çoğun bir eser. Zagırtılılar aytganda, nakşini bir hikaye okşatsak, çalgı asbab mesela mening ravabim degan çalgı asbablar bilan o'rinlanadigan bunday muzikalarni sona nimaga povestga o'qishdi. Sonata deb ataydi. Simfoniya degani ham romanga o'xshash, muzikalik bir romanga o'xshaydi-da, ham cho'ng asar bu. Isbotni bir ko'rsatib qo'ymasa, qablashmaydigandek qildi. O'sha yerda ba olib kelgan. Voy. Moja amisi ispat. Isbatın so'liqgan. Bunday gap, mana birinchi simfoniya. Buniki ham de ichida butunlay nota. Bu Oyo. bizda nota asarlari birinchi simfoniya. Mana ikkinchi qismga. Mening hayotim. Mana bu ikkinchi simfoniya. Vapasız sen dememine degan naqshamdan simfoniya yozgan. Ma mening hayotim degani bulutlar arasıdan simfoniya asır. 18 minut tugaydi. 130 necha cholg'u asbob xalqarodagi shu o'lchamlik orkestr deymiz. Full orkestri, to'liq orkestri bilan chelindi bu.
Xalqarалық buni dunyoning har qanday yeriga olib qo'ysak, ma'ni chaladi hamda. Jami buningdagi chalg'u asboblar 130 qildan oshadi. Oy. Mana ikkinchi simfoniya. Balaliq qaytqin bor. Üçüncü simfoniya balaliq qaytqin bor degan naqshini simfoniya qildi. 4-simfoniya tambur. Buningda men tamburda urinadigan ajam muzikasini simfoniya qildim. 5-simfoniya Musafir. Bu bir ijodiy asar. 6-simfoniya Nashur. Bu Nashur qadimgi Ko'sanda o'tgan bir rivoyatdagi bir ism. 7-simfoniya Ashu kunlarda. Nima deb Ashu ba? Shu kunlarda, shu vaqtlarda demakdir. 8-simfoniya Oyoq tivishi. Oyoq tivishi. Oy. 9-simfoniya Qashqarning tushi. 10-simfoniya biza qilinka. O'zimning holi. Bu O'zxon muqomi. Mo qilinka mo. İşte notu bo'lsa har qanday yerda chaqilib bo'ldi degan gapda bu. Har qanday dunyoviy nota, xalqaro notada hamda bu. Har qanday yerda muzikant, muntazam tarbiyalangan muzikantlar bo'lsa oldi qo'yapti chaladi. Bir orkestr chalish kerak bu. To'g'ri. 11-simfoniya Yarkent. Yarkent degan gapda. 12-simfoniya Ay oldimda kun keynimda. Bu Yoru degan naqshi bor u yo'qsa. Ay oldimda gün keynimde, hasret içimde deydigan bir naqshi bor. Shuni simfoniya qildi. Demak 12 qism. Har birisi bir oyga vakillik qiladi. Shundoq. Ma'u hamda bu cho'ngi dirijorlar uchun ma'u undaq dirijorlarning oldiga qo'yish uchun shu 2 tomlik simfoniya asarini quruq keliyapmi aka buni? Hem az olsun mu? Ne oldu hem? Hem de bunu Şanghay'da davam etken çağlarımda Şanghay Müzik Üniversitesi'ndeki ustazlarga gösterdim. Ularning fikrini aldım. Ular müzik medetlerini verdi. Özgert, tigişlik yerlerini yani kayıt özgerttim. 2018 yılgacha şu yezip ağırıp kaldım o ya belki işlep kettim o demiş oldu. Çarçaş yaptım o. Onun da bir narsa yazıp bakmadım ben. 2018 yıldan neresiga hazır kadar bir narsa yazmadım asasen davamlı içinde. Ötüp kaldım. 2000 yıldan 2018 yılgacha kadar yazılgan eserler. Kan teriniz bedligi. Kütüpte hazır mükemmel bo'ldi degan gapda bu hazır. Meningcha o'zimcha mükemmel bo'ldi. Hamda buni yana ustozlarning fikrini olamiz. Hamda orkestr rasmiy chog'an chog'da yana o'ngshig'dagi yerlar bo'lsa, keyingilar o'ngsha. Mening o'ngshig'dagi yerim mushu ham. Mening saviyerim mushuchilik. Bunda kama men uyga qaytib ko'rib yiqib bo'lmaganlarni. Rahmat mushu ajringiz uchun. Rahmat aka. Shiqilib mantiq yo'qib ketsangiz shu aram eliblanma bo'ldi, cho'lpon bo'lganim bo'p bo'ldim. Ko'rdiganim ko'rib bo'ldim. Ham işte hayatning payzini suray deb yo'qib olgan o'xshayapti mantiqi. Ya 2018dan keyin men hamda asosan bo'ldi ya, hamda bilim yozmay. Salomatligimni asli keltirib, yaxshi yeb, yaxshi ichib, yaxshi manzillik yerlarga berib. 2018da ara o'ylashdingizda bu xayolni tiqi. Undan birinchi jaqaroq xizmat qila olaydigingizda. Hamda bu vaqtimizda adabiyot san'atimiz uchun bo'pmi shu sap muzika ozchu bizda ijodiy sap muzikalar bironqi muzikalar bor shu soat bir bo'shliqni to'ldirib boqay deb tirishmoqdim. Rahmat aka, buni nereden setib olamiz? Buni rasmiy nashriyat qilmadim, meni o'zim qilib olgan. Buni nashriyatga rasmiy bersam endi. Ana nusxasi kanda hisobda. Ana nusxasi ya. Mantiq men akaga o'xshayapti, nashr qildim. Yo'lam deb aka unda bo'lsa abaytiyaqa sizni to'liq tushunib olgan bo'ldik dedik, naqshlaringizni angladik, naq maydon naqsha qilib muzikalik aytib berdingiz, chingchang holatini aytib berdingiz, chiqib har xil yo'sinda anglab oldik, huzurlandik. Skriptlarni isbotlab etdingiz, mana kitoblarni isbotlab etdingiz. Shaxsan bilmoqchi bo'lgan barliq savollarimni so'rab oldim, xudodan chiqib oldim. Ana balki mush tuvanda o'tirgan do'stlarimiz siz uchun keldi bugun. So'rmoqchi bo'lgan nurg'un savollar bo'lishi mumkin. Mishada fursat bersak, Zoir akamdan savol so'rab olsanglar bo'ladi sizlar uchun. Sanimiz hamsa. Zoir aka, sizni men shaxsan bek yaxshi ko'raman, bek hurmatlayman. Naqshlaringizni yoqtirib anglayman, yoqtirib aytaman degandek. Shundoq bir utuq qozongan akimizning keynida suyumlik hadimiz
suyumli farzandlar bor deb o'ylayman. Ham bo'lsin shuni bir teppagan bo'lsangiz deb o'yladim. Albatta shunday odamlar bor. Ularning jiq madadlari bo'lmagan bo'lsa, hozirgi natijalar bo'lmaydi. Men endi yoshga biroz cho'ngroq. Shunda bo'lsa-mu, Zohir Burxon inimizga bo'lgan izzatimni bildirish uchun azroq bir qistirma bayon o'tirib qo'yishni loyiq topdim. Yo'ldosh mavzudan bundaq deb o'tirib qo'ygan. Adabiyot san'atni xalq ommasi uchun xizmat qildirish kerak. Endi bu maktablarda o'qiyotgan vaqtimizda bu shaxta ko'proq muallimlar ta'limlarni berdi. Men ma san'at haqida gap qilishga men tilim ojizlik qiladi, o'zim o'qituvchi, pensioner. Ammo adabiyot san'atni xalqdan ilib xalq qaytarish kerak degan shunday fanjin siyosatning turkisida bu inimiz nayt astoydillik bilan tirishibdi, o'rganibdi, emgak natijalarini ko'rdik. Buningdan men shunday bir ta'sirlanib qoldim. Ammo cho'lponlarimizning, cho'lpon deyishga bu inimiz toza o'z qubul qilib ketmaydi ekan, bu kamtarlikninki bir esil axloqiy fazilat ekanligini ifodalab berdi. Buningdan hammamiz ta'sirlandik. Shuning uchun buningdan keyingi shu san'at hayotiga salomatligiga, ömrünün texmi uzun buluşuğa, texmi yaxşı bo'lgan utuqlarni qo'lga keltirishiga, yilqi o'zining ko'nglidagi bo'shliqlarning bo'lsa ro'yobga chiqishiga men tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Bayatınlık faxrlik oğlanı, ustoz san'atkor, cho'lpon degan atalg'ular bo'ldi. Bu bek yo'g'on gapma o. Osman nurg'un yulduzlar bo'lsa-mu, uning ichida paqiraydigan yo'riq yulduzning faqat birsili bor. Bu cho'lpon degan gapmi, unda oson bir deydigan gapmi emas u. Bu bek yo'g'on gaplar bu. Ustoz san'atkor degan bu texmi yo'g'on gap bu. Shaxsan men hargizmi loyiq kelmayman bunga. Ustoz san'atkordan endi tarix deb birdi uni. Vaqt deb birdi. Keyingilar yani 100 yıldan keyin, yani 1000 yıldan keyin de manchunchi asrda o'tgan ustoz san'atkor bor desamda, shu chog'da rost ustoz san'atkor shukan to'q demasak, hozir texa uningga bir yakun chiqarishga bo'lmaydi. Bu bak cho'ng qalpoq bu. Biz tirishayotgan, yaxshi niyatlik san'at uchun jon ko'ydirayotgan, izlanayotgan, ham mushuni qila oladigan bir odamlarning birisi. Rahmat sizga, tenimga salomatlik tilginingiz uchun. Sizning ömrünüz uzun bo'lsin, teniniz salomat bo'lsin. Hammamiz xo'shal yashaylik, ömrimiz uzun bo'lsin. Rahmat. Obaq so'zingizga bir qarshi chiqib baqayman men. Qarshi chiqgan bo'lsa. Ashta bir qarshi baqilay, qarshi chiqib, nech 100 yillardan keyingi avlodlar pala vaqtlarda menda odam o'tibdi, u ustoz san'atkor desa, oningga uyg'un kelishi mumkin, lekin hozir haqiqatan baldurlik qilamiz biz dedingizga. Menchi bo'lganda o'likdan tirik afzal deydigan gapni bek yaxshi ko'rmanchi men. Tirik haqiqatan afzal. Afzal vaqtida afzal bo'lish kerak-ku. Men shunda qarayman. Azizlanish kerak deb qarayman. Ketgandan keyin oy andaq katta cho'lponimiz, andaq faxrimiz, bu jiq ko'ryapmiz-ku aka. Ketgandan keyin unda qilganning hech qanday foydasi yo'qligini his qildik. Bu vaqtida beshimizga ko'tagidek de bo'lsa ko'tirish kerak. Men shunda qarayman. Endi uni siz desangiz to'g'ri bo'ldi. Men hayot vaqtini qattiq qadrlanglar beshonda. Ustoz san'atkor danglar desam, bu endi bir aqlli savat emas. Men hurmat qilaman sizning fikringizga. Men azaldan har qanday odamning fikriga hurmat qilaman. Ammo men bu o'zimning qarshi deb turib deyman. Buning qarshiman. Rahmat aka, tushunganingiz. Sizga ko'p rahmat. Salam Zohirka, hoş gelipsiz. Bugün sizni cho'lpon keldida ko'rib, intayin xush bo'ldim. Haqiqatan kichigimdan bolaligimga hamroh bo'lib kelganda sizning naqshlaringiz bo'libmi shu bulutlar arasida degan naqshaga men pek amroqdim. Kichigimdan tortib, bugun shu programma qatnashish orqali sizga bo'lgan hurmatim texmi ochdi. Bundan keyingi ishlaringizning texmi o'ngishliq, teningizning salomat, umringizning uzun bo'lishini tilayman. Hamda shu munosabat bilan ham shu Abida shirkati ishlab chiqarib bozorga sag'an, yangidan ishlab chiqarib bozorga sag'an Abida chilan alqat sharbati ichimligi bilan Abida limon yalpuz ayna qutuliq ichimligini sizga sovg'at qilay. Qabul qilasiz.
Var siz göreyim mi? Mayli aka. Kishiga qaysi qimmatroq? Mush qimmatli. Rahmat aka, rahmat. Bilmadik. Yeli bo'lishdi aka. Obida ular yesa ketdi-ku. Sizni aka. Obida yaxshi. Ha, gongo beritamdi aka. Siz bering gongoni. Muzik ishlaysangiz Obida ishimlik sizga amr bo'lsin. Rahmat aka, unda bo'lsa tomoshabinlarning savollari tugab qopti. Shunchalik astoydil muomilda tomoshabinlarga javobingizni berib bo'ldingiz, qanoat bo'ldi, ha? Hammasi joyida bo'ldi-ku. Rahmat aka. Tomoshabinlarmi xush bo'ldi, bizmi xush bo'ldik, yuraklar yayridi bugun mana. Rahmat. Sizga rahmat aka. Mishay qadam tashrif qilib qo'yganingizning o'zi biz uchun katta sovg'atliqchi. Endi bu programmamizmi mana 5-5gacha shu eng oxirgi sonli bo'lib qopti-mi shu. Eng oxirgi sonda men texmi bir ahamiyatga ega qildim. Zodi men o'zim yaxshi ko'radigan, zodi boshqalar butun odam bir ko'z hayron qoladigan bir odamni chiqirdim deb bek planim botdi. Shuningga sizni chiqirib elib shunchalik hayajon ilkida o'tiryapman. Mana bu 2023-yil 5-5gacha o'tay deb qopti. Bundan keyingi vaqtlarda yangi yildan boshlab shu yangi ijodiyat ishlaringiz bo'lamdi va mayli naqsh sohasi va mayli muzik sohasi bo'lamdi. Texmi bir taraqqiyot bo'lsa deyman. Eng muhimi biz sizni ekranda doim ko'rib tura olsak, shuni qo'shilimiz deb ayta olayman aka. Shuningga sizmi bir tirishchilik ko'rsatishingizdan chin ko'nglimda umid qilaman. U ya biyalarda o'zirini surayvermay aka. Ekranlarga jiqroq chiqib qo'yishingizni umid qilaman. Programmamiz bundan burunmi davomlashib, shunda yaxshi ketib bordi. Bundan keyin to'xtab qolmaydi aka. Bundan keyingi vaqtlarda yana sizning vaqtingizni qaraymiz. Sizning vaqtingiz to'g'ri kelgan bir kuniga yana to'g'rilab, yana bir taklif qilsak, bir qatnashib bersangiz, o'xshamagan temada aka. Masanda bu baxmagan gaplarni, yana qap qolgan gap so'zlarni qo'shib, ko'pchilikka, ya'ni shu muhimi yoshlarga haqiqiy yo'sindagi bir aktiv energiya yetkazsangiz deydigan cho'ng umidim bor aka. Bo'lamdi. Bo'ldi. Rahmat. Oxirda aka so'raydiganim, hamda bu programmani bundan burungi vaqtlarda az to'liq ko'rdingizmi? Naq maydon qatnashib hissiyotini qanday his qildingiz? Oldi bilan shu sizningki nihoyatda hozir javob o'tkir, atrofli fikr qilish usulingizga qoyilligimni bildiraman. Rahmat aka. Mening qarashimcha, menimcha nurg'un odamlarning qarashicha. Siz nihoyatda munavvar bir riyosatchi. Rahmat aka. Endi ijodiyatni qilaman dedingiz, uni men qilmayman. Ayrim aytib beray aka. Bu bir, ikkinchisi endi bu programma nihoyatda yaxshi ketib bordi. Nurg'unlagan yaxshi san'atkorlarimiz bu programma qadam tashrif qildi. Bizning tomoshabinlarimiz ularni nihoyatda yaxshi ko'rdi, ham atrofli tushundi. Bundan keyin bu programmaning texmi uzluksiz yangilik bilan tomoshabinlarimiz bilan yuz ko'rishib turishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, programmamizning 2023-yillik tojdorligini Obida Biopen Texnik taraqqiyot shirkati alayda qo'llagan. Issidingizmi? Amisa Obida ichib boqamdiq. Salqin limon yalpizning chuchuk ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tansiz. Goldan o'tgan sezim. Bakpayzi. Bu yil yozda Obida sizga hamda. Çayda. Hay. Canım boz. Mehmetcan qani? Men bu yerda. Sen benim iş qotsa, Obidaning muzdakisi texib payzi. Bilmamsa? bilmaylikka bo'shliq qilib ketamdi. Ya Obidani issiq ichib saqammi ya? Men Obidaning muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ular muzdak bo'ldi. Sizlar Obidani salsan oldi-ka, suvoqqa ichib ketmasin. Hozir qalaymi? Obida soda suyining lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, Mehmetcan. Mal qani? Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak.
Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nimishga tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetib quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim-mi? Ya. Sen baka. Aşk men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib olib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetib qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, ishtohliya cho'p qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Uningdan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq qiling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Molbangni oz qolgan. Ma'qul, og'zingni ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshi ko'raman. Bu kallalar, men sizlarni da'vatim. Bo'ldilar. Eng yaxshisi ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Oy, go'shagan chaqlari bor. Yo'q, go'sha emas. Tangyopinga foyda qilgan mahsulotgan oldim. Tangyopinglab qoldimi? Bak diqqat qilslar. Bak to'qpoqi kasalkan bu. Qaynotamma mushkisallab qilib shu qilmagan dorimiz qolmadi. Ya, men emas, dadamga oldim. Bucho. Bu. Qayshiklarni ko'vallatib, agashlik kasalliklarni oldin olgan, shunga ikki qop setib oldim. Voy, bunda qisloqna. Abi hekim ochiq kav kapsuli? Voy, unda olsa, men qaynotamga ikki qop setib olay. Meni bir boshlab basla. Bak yomon kalla. Yaxshilik qilib bilib qolma. Oy, sizlar degan doim shunday yaxshi mahsulot ishlatib turibsizlar. Ma'qul, boshlab qo'ray. Manslar. Programmamızın riyasetining kiyimini miras kiyim-kechak madaniyati shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan miras tag'dak qomatga qiyos miras kiyimlari. Rahmat aka. Eng muhimi bizning kutadiganimiz abayma dedim ekranlarda bundan keyin davomli ko'rib tura olgan bo'lsak, o'zimizni baxtli his qila olay to'xtab. Onundan boshqa yana salomat bo'lishingizni chin yuragimizdan orzulaymiz aka. Salomatligingizga betiqat qiling. O'zingizni charchitib olmang aka. Bundan keyin do'yinlarda, unda suplarda sizning o xil holatingizni, doktorxonadagi holatlaringizni hargiz ko'rishni xohlamaymiz aka. Men tirishayam, qada qilib yashagandan keyin. O'zingiz dedingiz-ku aka, biz hammaylar bir qatim keldik-miz, cho'qim 1 yosh. Shundoq. Yosh farqimiz yo'q-ku aka. Adashib ikimiz. İkimiz yaqa oldik. Rahmat aka. Uzun yillardan buyon siz biz uchun xizmat qilib keldingiz, ko'rmanlar uchun nurg'un bu bir naqshini chiqarish uchun keyinda bo'lgan javr jafolarni mushkasbni qilib baqqanlar. Az to'la bir xabari bog'log'i nisbatan bak aniq, lekin ko'rmanlarga nisbatan yuzaki bo'lishi mumkin, lekin hozir bag'an sir sapolarmi o'sdi, saviyalarmi yuqori ko'tarilyapti kundan kuniga. Mushundaq ahvol ostidami ko'rmanlar az to'la his qila oladigan bo'ldi. Senda turayotganlarning jafolarini. Oson emas aka. Aşta bir plastinkini 10 necha naqsha, 20 necha naqsha hozircha hisoblab kelsak, 50-60 naqsha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shularni bir-birlab nurg'un iqtisod, kuch, zehn sarf qilib turib, ijod qilib bizga sunug'iningizdan o'zi biz uchun hayotimizdagi unutilmas katta sovg'atlarning biri hisoblanadi. Shuning uchun bizmi bir rahmatimizni bildirish uchun sizga shu programmamizningki oddiy programma lo'nqimizga rahmatimizni mujassam qildik. Mushta bir saqlashingizni umid qilamiz aka. Oscar mukofoti olgandek xo'sh oldim. Sizga rahmat aka. Ya'ni yaxshi ko'radigan kishilar bor. Rahmat sizlarga.